O'g'alarim, assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Xo'p, mana va nihoyat Grokda ulab oldik, optimizatsiyasini qilib oldik. Va ulaganimizdan keyin ham juda ko'p muammo bo'ldi. Juda qattiq qarar ekan xavfsizligiga. Xullas, videoni rasm tayyorlash bitta xavfsizlik bo'lsa, video tayyorlash ikkinchi xavfsizlik ekan. Uni ko'chirish, xullas juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldim va nihoyat biz ilovaga joyladim va uni optimizatsiya qildim chiqarish uchun. Hozir mana funksiyalar qo'shib qo'ydim. Oson bo'lishi uchun mana bunaqa mishkani olib borganda shu videoni o'zini ko'rish, qaysi harakatdaligini ko'rish va mana bu yerda mana haligi papkasini bosganda, ya'ni o'sha papkada aynan shu video выделение bo'lishi va misol uchun mana bu yerda rasmlar bo'lsa, mana bunaqa rasmlar bo'lsa, 10 ta rasmlar bo'lsa, mana shu rasmlar papkasini ko'rsatib qo'yamiz va shu papkani ichida o'zi alohida papka ochib, ana shu papkani ichiga video qiladi mana. Misol uchun mana bu videolarni, rasmlarni papkasini ko'rsatib qo'ysam, mana Dark degan papkani o'zi ichiga alohida papka ochadida, mana shu yerga ana shu hamma videolarni saqlab qo'yadi va nomerlab qo'yadi. Mana bu yerda ko'ryapsizlarmi? 4 deb nomlab qo'ygan. Videodan xuddi shunday qilib 4 deb nomlab qo'yadi. Bu nima uchun qilingan? Buni shunday olib, hammasini olib, kepketga bitta tashlaganimizda to'g'ri uzunasiga tushadi va shuni orqasiga musiqa qo'yib turib video tayyorlab olaveramiz. Misol terib o'tirmaymiz qo'lda. Ro'yxatdan o'tish jarayonini ko'rsatib qo'yaman. Ro'yxatdan o'tish jarayoni mana ilovaga kirganinglarda mana bu yerda grokka o'tasizlar. Mana grokka o'tasizlar va mana bu turibdi-yu, xuddi shu viskdaqa. Mana bu yerda mana grokni ochishni bosasizlar, grok ochiladi. Grokinglar ochilgandan keyin mana shu ro'yxatdan o'tasizlarda, mana bu yerga bosib, xuddi shu nimani viskdaqa nimasini olasizlar. Mana buni olasizlar mana. Bu ilovaga qaytib, mana bu yerga bosasizlar va tekshirish nimasini, ya'ni tekshirish va saqlash tugmasini bosasizlar. Keyin kutib turasizlar. Bu jicha uzoqroq ulanadi, tekshiruv qattiqroq uchun uzoqroq ulangandan keyin mana bu yerga, mana bu yerga papkani rasmlar papkasini tanlash deganda, viskdan, mana bu yerda viskdan chiqargan rasmlarni papkasini tanlaysizlar, boshqa rasmlarni ko'rmaydi u. Hozircha shunaqa qilingan. Viskdan rasm chiqarib olamiz, keyin uni shu papkani mana bu yerga papka tanlaymiz va viskda saqlaymiz. Keyin mana bu yerda ana shu papkani tanlab qo'yamiz. Uni ko'rdinglarmi? Papka tanlangan, mana hamma rasm chiqib qoldi mana menga mayiga. Mana. Ko'rdinglarmi? Va bu yerda mana yana bitta yaxshi tomoni, mana biz misol uchun 10 ta prompt bor, mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan 10 ta rasmlar prompti bor va bitta prompt yozdim. Buni qo'yib yuborishim mumkin. Shunda chalg'ib ketishi mumkin va nechta prompt yozdim deb o'zingiz topa olmasligingiz mumkin. Mana shuni qilib qo'yganman. Mana bitta prompt bor deyapti, 10 tadan qolganini tasha deyapti. Ya'ni sirazu bilamiz nechta prompt yozganimizni. Bu avtomatik ravishda o'zi tayyor bo'lgandan keyin mana bu nimamiz yo'qolib qoladi. Mana shu tayyor bo'ladi. Keyin mana shu generatsiyaga bosadigan bo'lsak, mana bu generatsiya jarayoni boshlandi. Mana birin-ketin generatsiya jarayoni bo'ladi va xudo xolasa videolarimiz hammasi bitta tayyor bo'ladi. Buni nariga viskdan afzallik tomoni nimada? Kim ko'rgan bo'lsa, mana bu yerda avtomatizatsiya qiladigan grokni, ya'ni avtomatizatsiya qiladigan manaqa расширение bor. Bitta nimalik tailandlik bola qilgan. Buni minus tomoni, buni ishlatish uchun faqat brauzer ochiq turishi kerak. Misol uchun avtomatizatsiya qo'yib qo'yasizda, mana bu brauzer ochiq turishi kerak. Boshqa o'ta olmaysiz, boshqa ishingizni qila olmaysiz. Mana shu juda ham katta minus ekan. Ikkinchi minus tomoni, bu video ko'chirganda videoni hozir ko'rsataman. Videoni xullas raqamlamayapti va mana shu ham juda katta og'riq olib kelyapti. Videoni raqamlamasdan shunday ko'chirib qo'yib nomi bilan videoni ko'chirib qo'yapti, generate video deb. Va mana shu ko'chirgani uchun agar misol uchun menda 20 ta kadr bo'lsa, qo'lda 20 ta kadr o'zim to'g'irlab chiqyapman. Dasturchisi to'g'irlab qo'ydim deyapti, lekin hali beri bu yerda ya'ni ishlamayapti va eng katta minusi mana bu brauzerda o'tirish. Chunki men boshqa ish qilishim kerak, menga brauzer kerak, men boshqa ishlarimni qilishim kerak. Men misol uchun mana buni ishlatmoqchiman. Mana ko'rdinglarmi? O'tishim bilan boshqa nimaga o'tishim bilan buni grokka deyapti va pauza bo'lib qoladi videosi. Bizda shuni oldin olingan, biz kutib turmaymiz, mana prompt berib boshqa ishlarimizni mana qilib kelaveramiz, uni video tayyorlanaveradi mana. Va videoni shuni ko'rib, agar video yoqmagan bo'lsa, mana bu yerda tugmani bosamiz, boshqatdan qilib beradi yoki video yoqqan bo'lsa va qolaveradi. Mana bu papkaga mana bitta ko'chirib saqlayveradi. Va papkani har safar yangi ochadi o'zi. Mana ko'rdinglarmi, ikkita video bo'ldi. Har safar yangi ochadi, ya'ni bugungi sana va soat bilan ochadi. Chalg'imasliklari uchun soatga shunday qaraysizlar. 9:37 bo'libdi, mana 9:35 da papka ochgan.
va mana shu yerga mana 4-5 qilib saqlab boraveradi. Xullas shu o'ylaymanki sizlarga ma'qul bo'ladi. Xudo xohlasa buni VIP guruhimizdagi og'alarimiz sinovdan o'tkazib, kamchiliklarni to'g'rilab olganimizdan keyin nasib qilsa keyin u yog'ini qanday qilishni o'ylab ko'ramiz. Rahmat og'alar, shuni aytmoqchi edim.